Assalomu alaykum. Aka-ukalar. Men hozir Sudag'ayli hukumatini Maldini ko'chasida turibman. 29-uyda. Kecha bir shunday ish bo'lib, bu uyda bu xonadonda 8 ta bolasi bor bir birodarimiz, bir akamiz yashaydi ekan. O'zi safarda. Hozir men o'zimni ushlab tura olmayapman buni ko'rib. Bunday ahvolni ko'rib. Aka-uka birodarlar. Mana Suzok jamoati. 1984-yilgi do'stlar gruppasi. Aktivistlar. Qaysi gruppa bo'lsa birgalikda Alloh taolo rozichiligi uchun shu birodarimizga shu Ramazon oyida yordam bermasak qachon beramiz yordamni? Alloh taolo siz bilan bizga как eskertuv qatori shunday nimani jo'natibdi. Shuning uchun mana shu ahvolni qaranglar. Mahallasida Alloh rozi bo'lsin. Kelib mana xizmat qilishib. Bu akamiz so'z safarda ekan, musofir yurtda xizmat qilib bola chaqa boqaman deb. Akalar, ukalar. Mana Alloh rozi bo'lsin shu mahalla qavmidan. Harakat qilib birgalikda Alloh taolo roziligi uchun hissa qo'shib olaylik. Mutavanaga bu qachon kecha bo'ldimi o'sha? Kecha. Shularda ishlarlarda shunaqa xabar keldi, yordamimizni cho'zdik. Bozorlar keldi, xizmat Aka-ukalar, hozir Mutavana ekan Embank nomerini qo'yyapmiz. Alloh taolo roziligi uchun kelinglar. 10 so'm bo'lam, 20 so'm, 50 so'm ko'pchilik to'planib ketadi. Ko'pchilik. Alloh taolo roziligi uchun harakat qilib olaylik. Shu birodarimizga yordam qo'lini uzataylik. Shunday ahvolda siz bilan biz qarab tursak, siz bilan bizga yarashmaydi. Kelinglar akalar. Alloh taolo roziligi uchun.